Балларым, бүгін мана həftə axır болып қалды. Özümüzдің konu adetimiz boyunca həftə axırda qıladigan aile söhbetimizni başlaymiz. Bugünkü aile söhbetimizdə özümüzдің tili bolğan Uyğur tili, Uyğur tilini qanday qilsak qo'g'dab qala olamiz degan mushu temalarda paranglashayli. Bo'lamdi? Ma'qul ana. Bo'lamdi balam? Yaxshi. Vaqt bo'lsa, o'zingizning millatidan boshqa yana qanday millatlarni taniysiz qizim? Men Fransuz, German, Ingliz millatini tunaman. Yaxshi. Senchi o'g'lim? Men Turk millatini tunaman. Yaxshi. Undaq bo'lsa, bu millatlar o'zining tilini nima deydi? Ana til deydi. Ana tilim deydi. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli ingliz, germanlar bo'lsin, hammasi o'zining tilini ana tilim deydi. Nima deb ana tilim deydi? Barakallah balam, sen yaxshi so'rading bu savolni. Nima uchun hamma millat o'zining tilini ana tilim deydi desanglar? Biz bu dunyoga oprida bo'lgan ash vaqtdan boshlab onamizning ovozi orqali til o'rganishga boshlaymiz. Tug'ilgandan keyin bo'lsa, onamizningki oppoq sutini emish jarayonida, onamizning mehr muhabbatini his qilish jarayonida yana onamizningki ovozi orqali tilimizni o'rganamiz. Demak, bu dunyoni tunishninki ochquchi, aloqa vositasi bo'lgan bu muhim tilni bizga onamiz o'rgatgan bo'ladi. Demak, bu dunyodagi hamma millatni tuqqan ona dal shu millatningki ona tili desak meningcha xato bo'lmaydi. Hamma millat o'zining tili bo'lg'achqa bir-biri bilan eng yaqin shaklda bog'lanib tura oladi, mehr muhabbat o'rnata oladi, ham o'rtaq bir manfaat, o'rtaq bir maqsad, oxirgi hisobda o'rtaq bir vatan uchun o'rtaq bir bayroqning ostida ittifoq yashay oladi. Ham o'z-o'zini saqlab qola oladi, taraqqiy qila oladi, boshqa millatlardan farqlanib tura oladi. Boshqa millatlarga o'xshamaydigan aloyidliklarni, ya'ni urf-odatini, madaniyatini, dinini mushu tili orqali saqlab qola oladi. Shuning o'xshash biz Uyg'urlarmi o'zimizning tilimizni barliq millatlarga o'xshash ona tilimiz deb ataymiz. Ham mush ona tilimizni aşı muhim, qimmatli bo'lg'achqa o'zimizning jinimizni qo'g'dagandek qo'g'dishimiz, ham uni so'yishimiz lozim. Ana, meningcha vatanilam anasini qo'llab qag'il bo'ldi. Raz ana bizning Uyg'urcha ishitish fursatimiz az tuysa. Sizlarning bu gapinglarni balam men hozir biroqlam rad qilib o'tmayman, inkor qilolmayman. Chunki bu deganinglar bir tarafdan to'g'ri. Nemishki degan chaqda har qanday bir til o'zining tuprog'ida, o'zining vatanida murodiga yetadi. Murodiga yetadi deganim, shu tuproqda paydo bo'lgan o til, shu tuproqda, shu havoda u o'sib yetiladi, rivojlanadi, ham taraqqiy qiladi. Chunki uni ishlatadigan millat shu yerda, shu vatanda. Endi u yerdan boshqa davlatlarga, vatandan sirtlarga o'rganish, o'qish, xizmat ishlari bilan boshqa davlatlarga borganlar bizga o'xshash shu davlatningki tilini ishlatsa, bu tamoman bo'ladi. Chunki boshqa millatlar, bizdan boshqa millatlar o'ziningki vataniga berib tuqqanlarini yo'qlash, ota-onalarini yo'qlash, ya'ni bu jarayonda o'ziningki tilini davlat ishlatmagan bilan o'zining vataniga kelgan chaqda ishlatish, o'zining tiliga bo'lgan ehtiyojini qondirish erkinligiga ega. Bizda undaq erkinlik yo'q balam. Hozir vataniga qaytolmayotdi Uyg'urlar. Uyaga berib Uyg'urcha so'zlash, o'rganish
ehtiyojini qondirish imkoniyatiga ega emas. Bu bir sabab. Ikkinchi bir sabab mush Uyg'ur tilininki intayin cho'ng manbasi bo'lgan bizning vatanimiz hozir Uyg'ur tilini ishlatishdan cheklanyotdi. Bizning vatanimizda yashayotgan xalqimiz, Uyg'ur xalqi o'zining ona tilini ishlatishdan cheklanyotdi. O'z vatanida yashab turib, o'zining farzandlarini, bolalarini o'zining ona tilida tarbiyalashdan mahrum bo'lyotdi. Nurg'un olimlarni yetishtirib chiqqan, oliy maktablarda tarbiyalashga kuch-qudrati yetgan, asrlardan buyon o'zininki jalbkorligi bilan, o'zining kuch-qudrati bilan o'zining millatiga ham emas, o'zining atrofidagi boshqa millatlarga ham manfaat yetkazgan, ta'sir ko'rsatgan Uyg'ur tili bugungi kunda oliy maktabda, o'rta maktabda emas, hatto yaslida ishlatishdan cheklanyotdi. Nurg'un bolalar, sizlarga o'xshash yoshdagi kichik bolalar qandoq bo'lyotdi? Ota-onalardan ayrilib qolyotdi. Ularni tarbiyalaydigan odam yo'q, yig'ilish o'rinlariga yig'ib boradi. Yig'ilish o'rinlariga yig'ilgan bu bolalarni kim qaysi tilda tarbiyalaydi? Albatta, ular o'zininki ona tili bo'lgan Uyg'ur tilida tarbiyalanmaydi. Ular hatto nalarga ilib ketilyotdi, bu bizga aniq emas. Demak, Uyg'ur tili o'zininki ishlatish doirasi intayin keng bo'lgan, o'zining yildizi intayin cho'nqur bo'lgan o'zining ona vatanida ishlatishdan cheklanyotdi. Sizlar asli kutgan umid to'g'ridi. Vatanda eng ko'p yaxshi taraqqiy qila oladi degan gap bu to'g'ridi. Lekin vatanda ishiltish cheklanyotsa, nashriyot erkinligi bo'lmasa, kishilarda so'zlash erkinligi bo'lmasa, bu til qandoq taraqqiy qiladi? Bu tilda tarbiyalanadigan bolalarning maktablari bo'lmasa, u bolalarning tili qandoq, qaysi xil til bilan chiqadi? Demak, hozir bizning ona tilimiz intayin cho'ng xirisga duch kelyotdi. Hatto yo'qolish girdoviga kep qilyotdi. Biz albatta ishimiz Uyg'ur tili yo'qolmaydi. Uyg'ur tili intayin kuchli bir til balam. Uning yildizi intayin cho'nqur. Lekin biz undaq deb qarab tursak bo'lmaydi. Demak hozir bildinglar balam, Uyg'ur tilini qo'g'dash vatandagilarning lam emas, biz chet eldagilarning, jahonning har qanday yerida yashayotgan har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan muhim bir vazifamiz. Endi Uyg'ur tilini qo'g'dab qilish bek muhim deyishimizdagi yana bir muhim sabab, biz chet eldagilar Uyg'ur tilini qo'g'dab qilish uchun ham emas, Uyg'ur tilini saqlab qilish uchun ham emas, o'zimizni qo'g'dab qilish uchun ham o'zimizni saqlab qilish uchun o'rganamiz. Uyg'ur tili bizning kimligimizni qo'g'dishimizdagi intayin muhim bir qurol. Agar biz Uyg'ur tilini yo'qotib qo'ydi ekanmiz, Uyg'ur tilini unutib qoldi ekanmiz, uni ishlatmaydi ekanmiz, biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Bu cheksiz ketgan dengizda yo'qab ketib qolamiz. Xuddi osmondan to'kilgan yomg'ir tomchisi dengizga qandoq singib ketgan bo'lsa, biz shundoq singib ketamiz. Biz abayda o'tib ketgandek, bizning boshqa millatlarga o'xshash vatanimizga berib kelish imkoniyatimiz bo'lgan bo'lsa, bu yerda yerlik millatlarning tilini ishlatsak, vatanga borganda o'zimizning ona tilimizni ishlatsak, har ikki tildan teng foydalana oldik.
Her ikki tilga tang islalaydık. Andan bu chet eldimi özümüzning kimligimizni saqlab qolgan asosda yashay olgan bo'lardik. Lekin biz o xil imkoniyatdan hozir mahrum. Shuning uchun biz ona tilimizga texmi ching yepishimiz kerak. Texmi ching esilishimiz kerak. Bu qurolni qo'limizda ching tutishimiz kerak. Albatta, yerlik millatlarning tilini yaxshi o'rganishimiz lozim. Chunki biz mushu yerda yashayapmiz, mushu yerda o'qiyapmiz. Agar uni yaxshi o'rgansak, o'zimiz turayotgan mushu davlatga o'zimizningki yaxshi bir kishilik to'hfamizni qo'sha olamiz. Lekin bu tilni o'zimizning ona tilimizni o'rganish asosida o'rgansak, texmi yaxshi bo'ladi. Olimlar shuni isbotlab chiqdi. O'zining ona tilida tili chiqqan bolalar, ona tilida ravon so'zlay oladigan bolalar boshqa tillarni texmi tiz yaxshi o'rgana oladi ekan. Ularningki ruhiy kayfiyati sog'lom bo'ladi ekan, boshqalar bilan bo'lgan aloqasi normal, yaxshi elib beriladi ekan. Biz andan ona tilimizni yaxshi o'rgangan asosda bu tillarni o'rgansak, mush ilg'or ma'arifda o'rgangan yaxshi bilimlarimizni o'zimizning millatimizga yetkaza olamiz. Agar biz ona tilimizni o'rganmasak, bilmasak, biz o'rgangan bu ilg'or ma'arifningki mevasini millatimizga qandoq yetkaza olamiz? Agar biz uni o'rganib millatimizga hech qanday foyda yetkazolmaydigan bir odam bo'lib qolsak, bizningki Uyg'ur bo'lganimizning nima foydasi? Mana bu bizning Uyg'ur tilini qo'g'dab qilishimiz, o'rganishimizdagi yana bir muhim sabab. Biz davomli uyda Qur'onning tarjimasini o'qish, oyatlarning uyg'urchasini yodlash, hikoya cho'chaklarni o'qish, har kuni kechda naqshlarni o'rganish degandek shundoq shakllar orqali uyg'urchani o'rganyapmiz. Lekin bu hargizmi mukammal bir darajaga yetib bormadi. Texchi biz nurg'un qiyinchiliklarga uchraymiz o'zimizning o'y fikrlarimizni ona tilimizda ifodalashda. Shundaqmi bolam? Demak, biz texmi yaxshi o'rganishimiz kerak. Qulqinglarda ching bo'lsin. Mening sizlarga qiladigan vasiyatim ham nasihatim ona tilinglarni texmi yaxshi o'rganinglar. Uni qo'g'dab qilish uchun butun kuchinglar bilan tirishinglar. Ona tilinglarni o'zinglarningki avlodinglarning yuragiga yetkazinglar. Uni uzib qo'ymanglar.